Bir musulmon ayolning uyda tamoq etishi, yo'ldoshining kirqatlarini yuyishi, uyini tozalashi, retlashi, bolalarning qursuqini to'yg'izib maktabga yo'lga silishdan iborat uy ichida qilgan butun ishlarning hammasi ibodat hisoblanadi. Ibodat bu odatdagi ibodat emas, Alloh yo'lida jihad qilganga o'xshash buyuk ibodat hisoblanadi. Bir bölük sahaba ayollar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan qışığa kelib, "Ey Rasulullah, erler cihat orqali ana shunday büyük savobga erishadi ekan. Bizga cihatning savobiga teng keladigan bir ishni ko'rsatib qo'ysang" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularga "Mihnatu ihdakunna fi baytiha tudriku biha amal al-mujahidin fi sabilillah." Sizlarning biringlar uyda qilgan ish sababli. Ya'ni uydagi tamoq etish, erning kirqatlarini yuyish, bolalarga tamoq yegizib, ularni yo'lga selish, topshiriqlarga yordamlashishdan iborat uyda qilgan ishinglar bilan Alloh yo'lida jihad qilgan mujahidlarning savobini topolaysizlar. Biz bu hadis qaragan vaqtimizda uy ishining, oila ishining bir ayol kishiga nisbatan ba'zi xonim qizlarimiz aytgandek o'zini ufratganlik, umrini zoya qilganlik bo'lmasdan buyuk bir ibodat ekanligini ko'ramiz. Ba'zi xonim qizlarimizning oila ayoli bo'lishdan iborat bu ibodatni, bu fazilatni his qila olmay, oila ishidan eshinolmadim, hayotim bola beqish bilan o'tib ketdi deb qashig'ligini anglaymiz. Amaliyotda bu oilaning qimmatini bilmaganlikdan. Oila xizmati bola tarbiyasining bir ibodat, bir onalik, bir ayollik, bir shart ekanligini his qilmaganlikdan bo'ladi. Yana bir tarafdan ba'zi ayollarda o'zini namoyon qilish, o'zini ko'rsatish xohishi avjiga chiqqan vaqtida bu xil tabiatlarni qilishga boshlaydi. Amaliyotda bir ayol qobillik bo'lsa, iqtidorlik bo'lsa, bu qobiliyatini, bu iqtidorni eng avval o'zining oilasiga, o'zining farzandiga sarf qilish kerak. Chunki bir soliha, haqiqiy yaxshi ayolning muvaffaqiyati avlodlarida, oilasida namoyon bo'ladi. Bolalarning yemek, ichmak, kiyim-kechak, o'qish ahvolidan hech bexabar holda men muvaffaqiyat qozonaman yoki boshqa ish qilaman deyish amaliyotda bu mag'lubiyatning tunji qadami. Bir musulmon ayol o'zini bag'ishlash orqali ulgulik musulmon oila barpo qiladi. O'zining qobiliyatini, o'zining iqtidorini sarf qilish orqali qobiliyatli, iqtidorli avlod yetishtirib chiqadi. Bir oila yaxshi, soliha ayol sababli har ikkala dunyoda baxtini topalaydi. Bir yaxshi, soliha ayoli sababli har xil gunoh ma'siyat qaynamlaridan qutulib chiqib, yaxshilik, taqvodorlik yo'liga mang'alaydi. Avlodlar yaxshi ona sababli kelajagiga har ikkala dunyosini qo'ldan bermagan shaklda qadam bosalaydi. Bir oilaning qanday xarakterga ega bo'lishi u oiladagi ayolga bog'liq. Shunga ayollar o'zining oiladagi ta'siriga, mas'uliyatiga asla sal qaramaslik kerak. Chunki ayol kishi qanday bo'lsa, eri shundoq bo'ladi, avlodlar shundoq bo'ladi, oila shundoq bo'ladi. Masalan, ayol kishi taqvodor, bu dunyoni imtihon maydoni deb tuniydigan, oxiratni ko'zlagan bo'lsa, u oiladagi avlodlar, erlar, ya'ni bir butun oilaning muhiti oxiratni ko'zlagan, ham dunyolikni unutmagan, dunyoga muomala qilishda islomiy ko'rsatmani asos qilgan shakldagi oila bo'ladi. Shundaqla ayolda dunyo xohishi kuchli bo'lsa, ya'ni dunyoda moda qo'lishadigan, jamiyatda nima chiqsa uni nima moda olsa shuni oladigan bu xil tabiatda bo'lsa, bu oilada huzur qochadi. Chunki ayol kishi modaparast bo'ldi, dunyo qo'lashdi deganlik, oilaning iqtisodiy besimini ig'irlatdi deganlik. Oilaning iqtisodiy besimi ig'irlagan vaqtida agar er kishi u iqtisodiy besimni ko'taralsa, bu oila mangadi. Agar ko'tarolmasa, ya'ni imkonda bo'lmasa, bu oilada jidal qurmaydi. Chunki ayol kishi er kishidan rozi bo'lmaydi. Falonning ayoli mundoq kiydi, men nima uchun undoq kiymayman? Faloni uyni mundoq tutibdi, biz nima uchun bundoq tutolmaymiz deb boshqalar bilan basishadi. Bu vaqtlik imtihon dunyosida moda qo'g'ilishga tushib, eriga har xil besimlarni akilib, erini har xil to'g'ri bo'lmagan yo'llarga minishga majburlaydi. Ig'ir bo'lganda oilasini vayron qiladi. Shuning bilan birga avlodlarni onasiga o'xshash moda qo'lishadigan, ya'ni nima moda chiqsa, nima yangi chiqsa uni oladigan, uni kiyadigan, shundaqla uni elish, uni kiyish yo'lida har xil yo'llarga mangadigan mushunda xarakterga yetiladi. Shuning uchun ayollar o'zining ojiz nuqtasini bilishi, bu vaqtlik imtihon dunyosidagi o'zining imtihon nuqtasini bilishi kerak. Undaq bo'lmaganda o'zi bilib bilmay bu imtihondan o'tolmaydi. Ayollarning eng ojiz nuqtasi, bu dunyodagi imtihon nuqtasi bo'lsa, ularning zibu zinnatga qiziqishi. Bu ularning tabiati. Bu imtihondan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning ayollarimi o'tamagan tasla qolgan. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Madinaga hijrat qilib bir qancha yil o'tgandan keyin atrofdagi shaharlarning hammasi islom jug'rafiyasining ostiga qo'shilib, bayashat turmush musulmonlar jamiyatida nihoyat avj olgan. Kishilar noch yeyishga, noch kiyinishga, noch o'ylarda o'ltirishga boshlagan. Bu muhit Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning ayollariga ta'sir ko'rsatgan. Bir kuni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning ayollari yig'ilishib o'ltirib, boshqalarning isil, go'zal kiyimlarini kiyganligi va ularning bayashat turmushda yashaganligiga qarab Rasulullohga shikoyat xati avatdi. Ular Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamdan iqtisod va kiyim-kechaklarni ortiqroq qilib berishni talab qilgan edi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning ayollariga atrofidagi kishilarning bayashat turmush qarab mengayotganligi, turmush saviyasining yuqori ko'tarilayotganligi ta'sir qilgan. Chunki ular inson ayol. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ayollarining bu xatini topshirib olgandan keyin nihoyat ko'ngli yerim bo'lgan. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ayollarining bundoq fitnaga tushmasligini, oxirat hayotida mukofotini to'liq olishini orzu qiladi.
Demek ayalla bo'ladi ekan, dunyoning zib-uzunlariga qiziqish, uningga berilish bo'ladi. Lekin uning qarshi iymoni bilan, oxiratga bo'lgan ishtiyoqi bilan normal o'lcham bilan muomala qilish kerak. Bo'libmi biz bugun har narsaning go'zalidan go'zali, oliydan oliysi, isildan isili tepildigan bir muhit yashayapmiz. Bundaq muhitda ayollar, xonim qizlarimiz diqqat qilmasa, o'zining nafsini cheklab turmasa, o'zi his qilmasdan moda qo'llashadigan, paloni kiyibdi, menmi kiyman, paloni uyni mundaq tutibdi, biz nima undaq tutmaymiz deb hayot nishonidan qiyib ketadigan, bu dunyodagi vazifasining Allohni rozi qilish, oxirat hayotini ko'zlashdan iborat bu g'oyasini yo'qotib, jannatga mushu dunyoda kirishni o'ylab, mushu dunyoda yashashni o'ylaydigan bu xil holat shakllanadi. Bunda holat shakllangan vaqtida ayolning bu pozitsiyasi eriga, hatto ballog'ichilik ta'sir qiladi. Bu vaqtda biz, ya'ni dunyo hayotini oxirat hayotining oldiga qo'ygan vaqtimizda, oxirat hayotiga ishinaman deb turib, oxiratni unutib, mushu dunyoda moda qo'g'lashib, topgan pulimizning hammasiga nima yangi chiqsa uni elib, nima yangi chiqsa uni yeb, mushu dunyoda yashashni ko'zlab yashaydigan mushunda holat kelib qolsa, biz oxiratligimizni qo'limizdan berib qo'ygan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va atharal hayatad dunya, kimki hayoti dunyoni, mushu dunyoni oxiratdan yuqori ko'radi ekan, ya'ni ma dunyoga markazlashib oxiratni unutdi ekan, butun xushalliqni, butun huzurni mushu dunyoda elishni o'ylaydi ekan, ya'ni nafsi nimani topsa uni elib, uni kiyib mushundaq yashaydi ekan, oxiratni unutdi ekan, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahim, jahannam uning boradigan joyi bo'ladi. Va amma man khafa maqam rabbih. Ammo qandaq bir kishi Allohning oldiga borgan vaqtda hisob berishdan qo'rqib, ya'ni men pulim bor deb xajlasam, pulim bor deb olsam, pulim bor deb buzib chassam, pulim bor deb nima yangi chiqsa uning o'yini tutsam, Allohning oldiga borgan hisob bermayman, uning suruqidan chiqib bo'lmayman deb qo'rqqan, ansirgan, va nahan nafsa anil hava. Yeng kiyimlarni kiygisi kasimi, isil o'ylarda o'ltirg'isi kasimi, boshqalarda kang kushoda, ozoda, buzib chechib xajligisi kasimi, Allohning oldiga borgan hisob beraman deb nafsini to'sqan kishi fa innal jannati hiyal ma'wa. Uning boradigan joyi jannat bo'ladi deydi. Demek bizning dunyoni qo'g'lashib, dunyoni markaz qilib, oxirat hayotini unutishimiz bizni jannatdan mahrum qo'yadi. Shundaqla jahannam kirishimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun hammamiz jamiyatga qarab emas, ya'ni palon undoq yuribdi, palon mundaq kiyibdi emas. Islom bizga nimani buyurdi? Bizning bu hayotdagi vazifamiz nima? Bizning bu hayotdagi vazifamiz faqat boshqalarga o'xshash, chiroyli kiyim kiyishlanmi, yeb ichishlanmi? Bunda olib qolsa bizning hayvondan farqimiz yo'q-ku deb bu haqda o'ylanib, o'zimizni hisob elib turishimiz kerak. Bo'libmi ayol xonimlarimiz bu haqda o'ziga nihoyat diqqat qilish kerak. Chunki ayollarning eng mana mushu go'zallikka, dunyoning zibu-zinlariga intilish. Bir ayol kishi mushu imtihondan o'tish orqali, ya'ni nafsini cheklash, qanoat qilish orqali bir oilasini imtihondan o'tkazadi. Agar bu imtihondan o'tolmasa, ya'ni nafsini yig'olmasa, boshqalar keydida, boshqalar uyini tutdi deb, ular bilan qo'g'lashib, mushu dunyo xohishi kuchlanib, bu imtihondan o'tolmasa, o'zilam emas, avlodlari va bir butun oilasining bu imtihonni o'tolmasligiga sabab bo'ladi. Chunki ayol kishi bir butun oilaga ta'sir qiladi. Shuning uchun musulmon xonim qizlarimiz har qanday bir narsa sotib olmoqchi bo'lsa, men bu narsaga haqiqatan ehtiyojmi? Bu narsa haqiqatan zarurmi yoki havasmi? Bu haqda o'ylab muomala qilish lozim. Va o'ziga har vaqt qanoat nuqtasida nasihat qilib turish kerak. Chunki bir ayol kishini eng go'zal qiladigan narsa bo'lsa, uning qanoatchiligi. Bir ayolda qanoatchilik bo'ldi ekan, uning oilasida huzuri bo'ladi. Soliha ayol, ya'ni yaxshi ayol erining jarohatlariga malham bo'ladi. Chunki ayol erning yer yo'ligi. Bugungi tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda soliha ayol erning psixik doktori bo'lishi kerak. Xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ayoli Xadija kabi. Er kishi huduqqanda, tamtirganda, hatto qo'rqqanda uningga yer yo'lak bo'la oladigan, uni qo'llay oladigan bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tunji qatim vahiy kelgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nima bo'lganligini bilmay, nihoyat qo'rqib ketdi. Vuduqib ketdi. Rasululloh bora oladigan, o'zini ota oladigan 3 uy bor edi. Birisi kichik chig'idan tortib üsüp çoğun boğan tağası Abu Talib'nin uyi. Yani birisi sırdaş dostu Hazreti Abu Bekir'nin uyi. Yani birisi ayali Hadice'nin uyi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu korkkan, vuduqqan, nimish qilani bilmay qolgan vaqtida Udul ayali Hazreti Hadice'nin qishig'i bordi. Hazreti Hadice haqiqiy soliha ayolning sifati bilan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning qo'rqqan yuraklariga malham bo'ldi. Uningga tasalli berdi. Hatto Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam o'zining gumon qilib, "Menga jin chaplashib qolganmidi?" deganda, ba'zi ayollarga o'xshash shundoq bo'lgan bo'lishi mumkin deb erining yurakini tushish emas, uningga tasalli berib, "Hargiz undoq emas. Dal aksicha siz buyuk bir odam bo'lsangiz" deb Rasulullohning ruhini ko'tardi. Soliha ayol mana bu shundoq yo'ldishi sirtlarda har xil aziyatlarni yeganda, zararga uchraganda, ko'ngli yerim bo'lgan vaqtida uyga qaytish orqali uningdan energiya oladigan, uningdan malham oladigan, u orqali yerim bo'lgan ko'ngilni xushal qiladigan ayol. Ya'ni soliha ayol Peygamberimiz Muhammed alayhissalom hadis tutib allati tasurruhu iza nazara ilayha. Yo'ldishi uning shundoq qaragan vaqtida xursand bo'ladigan, yerim bo'lgan ko'ngli butun bo'ladigan, uningga qaragan
qarаған vaqtida jarohatli qalbi shifo topadigan ayol deydi. Her kishi uyga kirgan vaqtida uningga parvo qilmaydigan, uning ahvol so'maydigan ayol hargiz soliha ayol emas. Moda qo'g'lashib, erning besimini kuchaytirib, uydan bizar qiladigan ayol asla soliha ayol emas. Tana qo'pol gaplar bilan erining ko'nglini g'ash qiladigan ayol asla soliha ayol emas. Urunsiz ishlarni deb eri bilan jidal qiladigan ayol asla soliha ayol emas. Vaqtini kino, film va ahamiyatsiz uchurlar bilan o'tkazib, uyini redlik, pokiz tutmagan ayol asla soliha ayol emas. Erning ayib nuqsonlarini boshqalarga deb yurgan ayol asla soliha ayol emas. Erning mahfiyatchiligi ve amanetini saklamagan ayol asla ve asla soliha ayol emas. Yo'ldishini raqobatchi sifatida ko'rgan ayol asla ve asla soliha ayol emas. Bolalarga yo'ldishini yomon ko'rsatadigan ayol asla soliha ayol emas. Farzand tarbiyasida yo'ldish bilan hamdam bir sep turolmagan ayol soliha ayol emas. Bolalar oldida yo'ldishini tushirgan ayol asla soliha ayol emas. Soliha ayol eri bilan hamdam bo'lib bir sep turadigan, eriga haqiqiy yar yo'lak bo'ladigan, erining ko'ngli xo'sh qilishini o'ylaydigan, paranglashgan vaqtida erning g'amlarini unuttiradigan ayol soliha ayoldir. Özünün yigisi bolsa-mu, erining yigisi bani etadigan, erining qilg'isi bani qiladigan, eri buyruq qilsa itoat qiladigan, qarshilashmaydigan, takallashmaydigan ayoldir. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom soliha ayolning ikkinchi sifatini bayon qilib, "Tuti'uhu iza amara." Yo'ldoshi buyruq qilsa, uningga ma'qul deydigan, uni rad qilmaydigan ayol soliha ayoldir deydi. Mana mushundaq soliha ayol payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda bizga xabar bergandek, jannatning eshiklarining xoligan birisini kirib ol deyiladigan soliha ayoldir.